Bilasizmi? Agar Di Mariya bo'lmaganida Argentina terma jamoasi Messi bilan ko'plab sovrinlardan quruq qolishi mumkin edi. 2008-yilda Argentina Olimpiadada g'alaba qozonadi. Di Mariya finaldagi yagona bo'lgan g'alaba golini kiritadi. Anxel 2020-yilgi Amerika Kubogi finalida ham g'alaba golini uradi va Messi bilan Argentina terma jamoasi safidagi ilk kubogini qo'lga kiritadi. 2022-yilgi Jahon chempionati finalida esa Di Mariya penalti ishlaydi va Messi uni golga aylantiradi. Keyinchalik ikkinchi golga ham aynan Di Mariya mualliflik qiladi. Di Mariya bu bilan Argentina va Messiga Jahon chempionatida g'alaba qozonishiga katta hissa qo'shadi. Anxel 2014-yilgi Jahon chempionati finalini jarohati sabab o'tkazib yuboradi. Argentina terma jamoasi esa Germaniyaga yutqazib, Jahon chempionligidan quruq qoladi. Bir so'z bilan aytganda, Anxel finallar qahramonidir. Shuning uchun ham ba'zilar uni Argentina terma jamoasi safida Messidan ko'ra ko'proq ish qilganini aytishadi. Siz bunga qanday qaraysiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bundan da qiziqarli ma'lumotlarni bilish uchun kanalimizga obuna bo'ling.